shu 10 daqiqa ichida yana qandaydir to'xtalishlar yuzaga kelmasin. 40 ta 60 Voy, mazza qilib uxlab turibman. Короче, qayda betim deb olaman. shu sariq yashil libosda o'tirgan Bitta tushib volay betimni. Nima bo'ldi? Yuvoldim, mazza qilib yuvoldim. Endi biroz uxlasam bo'lmaydi-ku, har holda betim artib olaman. agar stadionga borishmagan bo'lsak, hayajonlanib o'tirish. Yes, salomlashishdan chiqib ketdi. Hammaga salom, o'rtoqlar, sizlar bilan Minecraft va bugungi videomizda biz qishloqdagi yangi sayohatlarimiz haqida gapirib beramiz. Xullas, bugungi videomizda qishloqda birorta voqea bo'ladi, albatta. Bo'ladi degan umidamiz. Siz esa like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ozgina shamilladim-da. Короче, obuna bo'lib like bosib qo'ying. Biz esa videoni boshlaylik. Xullas, короче, bugun biz sekin qishloqdan chiqamiz. Mana bu yerdan. Xo'p, bu yerdan sandiqqa e'tibor bermaysizlar, o'zim shuni qildim. Birinchi ajoyib manzarani ko'rishdan boshlaymiz. Ana ketonni o'ldiraman, maka. Hozir anjanchasiga o'ldirib yuboraman, maka. Maka qayda bu yana, maka? Maka, Salqo'sa yonib ketardim-a. Yonib o'libdi. Biz esa XP'larni sekin yig'ishtirib olamiz. Men shunaqa qutqaruvchiman-da, ko'rasizlarmi? Bu yoqda sekin Merakani chaqirib olamiz. Meraka. Meraka. Toq. Meraka, yaxshimisiz? Meraka yo'q. Kim aytdi? Men aytdim. Ha, bo'ldi. Qayerga ketdilar? Bilmayman. Qayerdir ishga ketdi. Ha, bo'pti. Uyga kirib ko'raychi, oladigan narsam bor edi. Bir 5 tacha izimbrud olishim kerak edi. Tezroq uyga borishim kerak. Erta kech tushib qopti. Yo'q, qanaqa bu? Oy, dali, qanaqa bu ko'p izimbrud shunchalik boymi? 2-3 ta olsam hech narsa qilmaydi. 2-3 ta olsam hech narsa qilmaydi, barabar. Bunisida ham bor ekan. Bundan ham hech bo'lmasa 3 stak olamiz. Endi men boyman. Men boyman, akalar. Endi sekin yotgani kechirish kerak. Chunki hozir zombilarga bizni qirib ambulatoriyaga admin qilib ketadi. O'shaning uchun xayr, ertangi voy, turdingmi? Yaxshi. Xo'p, Mamet endi sal torroq bo'lib qopti. Shuning uchun hozir kirkani olib hammasini olib tashlaymiz. Bu yoqdan kirka kerak bizga. Ana buni solib qo'yamiz. Urug'larni ham solib qo'yamiz. 26 ta urug'im bor ekan mana. Kirkani olib sekingina Nima bu? Bola, endi men haqiqatan bo'lmayman. Chunki menda 61 stak crafting table, 1 stak pechka va qanchadir stak obsidian va almazli branyalar bor. Har xil yostiqlar ham. Qaysiga borman bo'lar. Sizlarga bugun qandaydir voqea bo'ladi deganman. Mana bo'ldi.
Endi buning uchun like bosib obuna bo'lib qo'ymagan g'irt nega urib ketsin. Короче, hozir buni hammasini olamiz. Bittagina silan sekin yig'ishtirib olamiz. Yo'q, bu şeyda qolsin. Sir bu. Chunki bu yerga har xil odam keladi. Shuning uchun bir yo'qol kuzatib turgan ekan. Yo'qol. Bir yo'qol. Men qonimni to'ydirib olay. Kartoshka mazali, biram qovurilgan mazali bo'ladi-da. Nyam. Endi mazza. Ularni Mametga qo'yib qo'yamiz. Bollarni Mametga qo'yib qo'yamiz. Oxirida sonada bitta to'p chempionlik uchun Mametga saqlab qoladi. O'shaning uchun endi biz mazza qilib aylanamiz, chunki men boyman-da, ammo boyligimni hech kimga ko'rsatmasligim kerak. Shuning uchun sekin aylanib yuraveramiz o'zida. 4 o'yin bor, shu 4 o'yindan Voy, mana polazonlar nima qilyapsan? Nefchining imkoniyatlari keskin ortib To'xta, ketadi. bittamni. Jarima tomon pas, Nasaf yaxshi his etyapti buni. Nasafning hujumga xavfli vaziyat. Jaran! Yaqin masofadan zarba yo'lladi serbiyalik futbolchi. Top darvozaga aniq bormadi. Ana endi mazza qilib minyapmiz. Ammo bunga yo'q bo'lishim kerak edi. Deyarli bo'sh qoldirilgandi. Dragon. Lekin zarba Mayli, hozir men unga shu yakunlanmadi do'stlar. Voy, qaydan ketyapsan? Shukron Yo'ldoshev. Men boshqasi bilan suhbatlashaman. Men nima qilyapsan? Men boshqasi bilan Navbahorliklar shu yerning o'zini egallashga Xudo qilasan bari. Out. Foyda uzatdi. Sen nima so'raysan? Abduvohid Ne'matov. Bu ham arzimasnasiz. Nima-chi? Ne'matov. Uzoq. Mametdagi poluzi hali sug'urishmabdi. Bahromov. Bir o'tirib mashina so'kib qo'ysin kerak. Hoy, sen jiddiy. Nima deysan? Men polizini короче, ilkimayapsan. Nimaga qilishim kerak? Hay, mana shunchalik ko'klab yotibdi. Nimaga urmaysan? Men urish yo'q ko'raman. Urish yo'q ko'raman. Bitta maslahat bor. Aytaymi? Ha, ayt. Bor yo'qol boshqa. Bir yo'qol. Uyingni musodara qilib yuboraman yo bo'lmasa o'zimniki qilib olaman. Bir yo'qol. Hey. Qaytib kelsan. Qaytib kelman. Mana. Uraman. Agar urmasang qara. Uraman. Ketmam deb. Men esa mana urib qo'yishim kerak. Yo. Shuncha ekanimni nima qilishibdi? Uzr bola yonimda bitta odam o'tirdi, kulib va yana kulib uzr. Короче, sizlar bilan xayrlashadigan vaqtim kelib qoldi. Shuning uchun sizlar bilan xayrlashadigan vaqtim kelib qoldi. Shuning uchun uni like bosib qo'yinglar va ertangi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Like bosmang, obuna bo'lmang. Undan ko'ra telefonni otib yuboring. Let's go.